Assalomu alaykum qadrli basseyn.uz obunachilar. Hammaga xayrli kun. Mana xudo xolasa ziyoratga asosida basseynimizni xudo xolasa ishga tushirdik. Inshaalloh mana basseyn nima deyapti mana. Ko'raverasizlar. Baho berasizlar ijodga. Xudo xolasa inshaalloh mana basseynimizning razmeri 10 metrga 5 metr. Mana protivodoglar ishlayapti. Xudo xolasa. Bu mana ikkinchida turib syomka qilyapman. Xudo xolasa hozir pastdan ham ko'rsataman yaqinroqdan. Mana basseynimiz pastdan yaqinroqdan ko'rinish holatini. Mana narvoqlarni ham qotirib qo'ydik. Xudo xolasa xullas